Hammaga salom, sizlar bilan The Black Girls kanali. Xo'sh, bu kanal kim uchun ochilganini va asosan nima maqsadda ochilganini men oldingi videomda batafsil tushuntirib o'tganman. Xo'sh, bu kanalimizdagi birinchi video va mavzu bo'lgani uchun men bu narsani iloji boricha qiziqarliroq bo'lishga harakat qildim. Xo'sh, bugungi birinchi mavzuyimiz nima? Birinchi mavzu Женская солидарность. Xo'sh, ana endi bo'lmasa boshladik. Xo'sh, birinchi savolimiz. Женская солидарность. Nima? Umuman olganda женский солидарность so'zi juda ham oson, lekin buni ko'pchilik o'z fikricha har xil tushunadi. Chunki hammaning fikrlashi bir xil emas. Ana endi men sizlarga o'zimning fikrimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, женский солидарность bu qizlarning bir-biriga bo'lgan podдержкасы tushuniladi. Ikkinchi savol. Женская солидарность kerakmi? Bu juda ham oson savol bo'lgani uchun albatta ham. O'zingiz o'ylab ko'ring, ayollarning birdamligi yoki bir-birini qo'llab-quvvatlashi nimaga kerak bo'lmas ekan? To'rtinchi savol va o'zim ham eng qiziqqan savol, женский солидарность hozirgi kunlarda qizlarda nega yo'q? Bu savolga men juda ham ko'p javob qidirganman va oxiri topganman. Bu savolning javobi shunday bo'ladi. Hozirgi kunlarda to'g'risini aytsam, ko'pchilik qizlarda женский солидарность yo'qolib boryapti. Ya'ni bir-birini quvvatlash yoki bir-biriga dalda bo'lish degan his-tuyg'u hozirgi qizlarda kamayib boryapti. Lekin nega? Negaligini hech kim bilmaydi. Men hatto o'zim ham bilmayman. Lekin bu narsaning kamayib ketishi qizlarda ko'pincha женский солидарность, birdamlik yoki qo'llab-quvvatlash emas, ularning o'rniga hasad yoki qanaqadir ichida bir g'araz tuyg'u bo'lish ko'payib boryapti. Men shuning uchun ham qizlarda женский солидарность kamayib boryapti deb o'ylayman, lekin aks holda biz bu narsani to'g'rilamasak, bora ayollarning birdamligi, bir-birini qo'llab-quvvatlashi butkul yo'qolib ketishi mumkin. Bu narsa esa juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. To'rtinchi savol. Женский солидарность umuman olganda nimaga kerak? Bu savol hozir ko'pincha qizlarni qiynaydi. Sababi haqiqatan ham ko'pchilik qizlar nega kerak degan savol bilan o'zlarini qiynashadi. Haqiqatan ham nimaga kerak? Tasavvur qiling, sizning yaqin o'rtog'ingiz sizni qiyinchilik vaziyatda qo'llamasa, qanday bo'ladi? Yoki bir yaqin o'rtog'ingiz deylik, sizni xafa bo'lib o'tirganingizda, yig'lab o'tirganingizda kelib ovutib dalda bermasa, nima bo'lishi kerak? Aytinglar. Xuddi shunday o'zimizni biz yengil his qilishimiz uchun, oldimizda dalda bo'lish uchun yoki qanaqadir bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz uchun bizga albatta женский солидарность kerak bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, shu bilan birga biz bugungi mavzuyimizga xulosa yasasak. Bugungi mavzudan men xulosa qilishimcha, bizga hozirgi kunda женская солидарность avvalgi zamondan ham judalar muhim. Chunki hozir zamon o'zgaryapti, ayollar, qizlar hammalari o'zgarib boryaptilar. Shuning uchun ham женская солидарностьni to'g'rilab, yanada kuchliroq qilishimiz kerak deb o'ylayman men. Xo'p, sizlar ham bugungi mavzudan olgan xulosangiz yoki qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentda yozib qoldiringlar. Shu bilan birgalikda bugungi mavzumiz tugadi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.